Hop, assalomu alaykum. Qadri baland qadrdonlar, chorva, yemchi, YouTube'chi ishqibozchi akalarim, opalarim, singillarim. Bugun 16-iyun 2026-yil hafta kuni seshanba kuni biz xudo xolasa yangi o'rim, ya'ni bahorgi Makkani silozlardan chiroyli qilib o'sha Farg'ona viloyati Yazyamon tumanidagi o'sha o'tgan yilgi ishlagan joylarimizga chiroyli qilib o'rimlarimizni boshlab olganmiz. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar berishimizni o'rniga iltimos bir dona like, bir dona podpiskani urib, ekranni qizartirib qo'yinglar. Xudo xolasa videomiz manfaatli bo'ladi. Sizlarga bo'lmasa shunaqangi silos xotirib yurgan chorva yemchakalarimizga videomiz manfaatli bo'ladi degan umiddamiz akalar. Biz xudo xolasa ketdik bo'lmasa akalar. Birinchi bo'lib akalarim, ukalarim adresni tushuntirishdan boshlaymiz. Farg'ona viloyati Yazyamon tumanida o'sha katta hammaga taniqli katta turgimizni oldidan o'tganda silos bor. Undan keyingi ikkinchi tochkada o'zimizni joyimizda siloslarimizni boshlaganmiz. Adresimiz esdan chiqarmanglar. Farg'ona Andijondan kelganda kurukdan o'tganda, Qo'qondan kelganda kuruk ketmasdan. Mana shu zinay sizlarga metka bo'lsin. Oltari Qo'qon Toshkent zinaga yetmasdan o'ng qo'lda joylashgan akalarim. Like bosib banglatinglar, sizlar uchun biz mehnatdamiz akalar. Xudo xolasa 16-iyun sanasida abiddan kelgan siloslarimizni to'kdik va xudo xolasa ozmuncha qopladik. Klientlarimizga qo'limizda kelgan yetkazib berdik akalar. Siloslarimiz gabaritini ko'rib turibsizlar akalar. Gabaritlari nima deyapti akalar? Bu holatdagi bu yamamiz 18 kilogramdan qoplangan akalar. Bu silosimiz 20 kilogramdan hozir Isuzu yuklar bor. Shu sababli 20 kilogramimiz zakotovkalar ozroq. Gabaritlari to'la, qoplari to'la akalar. Xudo xolasa ko'ringlar, baho beringlar. Juda ham chiroyli holatda qoplangan. Nima deysizlar akalar? Bahorgi silosga narx-navolarimiz biz aytgan narxlarga to'g'ri kelamigan. Lekin biz qo'ldan kelgancha imkon darajada xalqimizga manfaatimiz tegsin degan holatda narxlarni chiroyli qilib, arzon holatda, elimizdan ham ko'ra arzon holatda biz chiqarishga harakat qildik akalar. 16-iyun sanasiga zakotovkalar qildik. Ekranda turgan telefon raqamlariga bog'laninglar. 24 ga 7 aloqadamiz akalar. Siloslarimiz holatini hozir ko'rsatamiz akalar. Mana akalar, xudo xolasa chiroyli qilib turibmiz. Hozir o'zim videoga chiqib sizlarga ko'rsataman. Qani operator telefonni o'chirchi. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Chorva yemdan kanalining obunachilari, ashaddiy yomlashlari, chorvash bo'lganlar. Ko'klamda siloslarni boshlab olganmiz. Sizlar uchun xudo xolasa minnatdorman. Operator keling. Akalar, bu siloslarni chiroyli qilib bahorgi Makka. Ana operator yaqindan ko'rsating. Bu sal yiriroqligiga nima qilmanglar, bu Jaguar kombaynda o'rilgan akalar. Hech qanaqangi maral yo boshqa politsiya kombaynda o'rilmagan. Siloslarimiz zo'r, gabaritlari holatlari yaxshi, lekin avvalo aytib qo'yay, doni ko'rinmaydi. Nimaga sabab? Doni hali yetilib ulgurmagan. Doni yetilishi uchun inshaalloh kuzatib borsalaring, oz fursatlar, ya'ni bir 10 kun, 15 kunda donli amaliyotni ham sizlar uchun, xalqimiz uchun chiqarishga harakat qilamiz, chiqaramiz, sizlar uchun mehnatdan charchamiz. Operator bilimchi. Akalar, bu silosimiz 18 kilogramdan qoplangan. Gabarit nima deyapti akalar? Holatni ko'ryapsiz. Yangilab qaddini rostlab, klient olaman deb klientga chiqarib turibdi akalar. 24 ga 7 aloqaga chiqinglar. Xizmatlarimiz hammani qiziqtirayotgan savol bu narxi-navosi akalar. Narxi xalqimiz uchun 18 kilo oladi, 14 ming so'm qilib qo'ydik. Nima deysizlar akalar? Ya'ni bu ko'k qana bo'lar ekan, molimizga yuqamikin deyotgan akalar. Xudo xolasa o'zimiz tajribamizdan kelib chiqayapmiz. Molimizga birinchi o'rin yedirgizyapti akalar. 19 mingdan Yamanikini olib yedirganingiz yaxshimi? 14 ming 15,5 mingdan buni olib yedirganingiz yaxshimi? Cho'ntagingizga har tomonlama plyuslar olasiz. Like bosib banglatinglar. Dastavkamiz bor, kelishilgan holatda. Silosimiz narxiga ozroq xizmat qo'shiladi akalar. Masofadan turib o'ylayotgan akalarimizga sizlar bizga ishonib, men shaxsan o'zim xudo xolasa chiqaraman. O'sha ko'rgan siloslarni chiqargizib beramiz. 24 ga 7 aynan shu videoda ko'rgan siloslarni chiqaradi. Boshqa silosni gapirib, boshqa silos bormaydi akalar. Masofadan turib akalar bir dona telefon qilasizlar, mashinamiz keladi, yuklaymiz. Yuklab mashina chiqib ketar chog'ida bizga kart raqamimizni kelib berasizlar, bo'ldi akalar. Tamom. Chiqargizib boramiz, inshaalloh 1 kun, 2-3 kun masofangizga qarab yetib boradi.
O'rta Osiyo bo'ylab demaymiz, O'zbekiston bo'ylab demaymiz. Butun Esengi bo'ylab dastavka qilib beramiz akalar. Nima deysizlar? 24 ga yetdi o'sha xizmatlarimiz. Uka, davay chiqardi o'rtalayim bo'ldi, tamom. Mashina gaplashamiz, chiqaramiz akalar. Boshqa nima kerak? Ishimiz shu, tirikchiligimiz shunday akalar. Hozirroq mehnatimizga yarasha, Xudo xolasa rizqimizni yig'amiz, shunaqasini tirikchilik qilamiz akalar. Lekin yolg'on gapirmaymiz, borini aytamiz. Laykni bosinglar, banglatinglar, biz har bitta layklar biz uchun motivatsiya. Shu laykni bosasizlar, aznash bizga yaxshi kelayotga ma'qul kelyapti, xursand bo'lib chiqaramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rganda ko'rishguncha, o'zingiz toping aka. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.